Bektob tumani Javuz qishlog'idagi jome masjidimizga gilam va qandil uchun ehson qilganlar va qilishni niyat qilib yurgan do'stlarimizni otaxonlar duo qildilar. Barcha birodarlarimiz ehson qilgan, xususan mana Qashqadaryo kitob manzarasi Instagram sahifasi obunachilari Javuz qishlog'i Shayx Sobirjon masjidi qurilishiga deb ehson yig'ishayotgan ekanlar. Masjidimizga qandil yoki gilam olish uchun shu saxovatpesha birodarlarimizni duo qilaylik. Alloh taborak va taolo shu birodarlarimizni o'zini baytiga muhabbatli ixlos qilgan birodarlarimiz ahli xonadonlariga, kasbkorlarga barakot bersin. Parvardigoro Xudoga izniyatlariga yetkazgin. Parvardigor shu birodarlarimizni ikki dunyoga aziz mukarram qilgin. Yana bir qancha birodarlarimiz safarda turgan birodarlar Alloh safarlarini xayrli barakot qilgin. Bemorlarimizga shifo komil bergin. Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Xudo xohlasa inshaalloh saxovatpesha obunachilarimiz bilan ko'zlagan maqsadimizga albatta erishamiz.